Hozir 50 ming so'mlik naushnik bilan Shoplanddan o'zim olgan naushnikni tekshirib ko'ramiz. Internetda o'tirganimda bitta naushnikni ko'rib qoldim va shuni olishga qaror qildim. Ofisga kelsam, o'rtog'im 50 ming so'mlik naushnikni ko'rsatdi. Keyin ikkalasini tekshirib ko'rishga qaror qildim. Ustida Shopland va Premium produkt yozuvini ko'rsak bo'ladi. Korobkani ochishimiz bilan naushnikni ko'ramiz. Naushnik ham ustida o'ralgan. Uni tagida bo'lsa zaryadkasi ham kelib chiqadi. Naushnikni ochishinglar bilan telefonda animatsiya paydo bo'ladi. Animatsiyada uni qancha zaryadkasi borligini ko'rib tura olasizlar va naushnikning seriya nomerini ko'rsanglar ham bo'ladi. Va qo'shimchasiga sovg'a sifatida uni g'ilofi ham keladi. Ana endi 50 ming so'mlik naushnikni ko'rib chiqamiz. Buni qadog'i juda ham yengil va yumshoq ekan. Ochishim bilan men bu holatni ko'rib turibman. Quloqchinni ochganimizda hech qanaqa animatsiya ham chiqmayapti. Zaryadkasi bo'lsa juda ham kalta va bu juda ham noqulay. Endi Shopland quloqchinlariga keladigan bo'lsak, ular juda ham hamyonbop narxda. Va eng mazasi, Shoplanddagi quloqchinlarga 18 oy kafolat beriladi va kafolat uchun talon qog'ozi ham bor. Agar bu quloqchinlar sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, bemalol Uzum Market Shopland do'konidan olsanglar bo'ladi yoki bo'lmasam havola orqali yetib buyurtma bersanglar ham bo'ladi do'stlar.